natijalarni real vaqt rejimida ko'rsatiladi. O'sha men aytgan narsa o'lchovlari kilopascal birlikda o'lchanadi. Kilopascalda o'lchanadi. O'sha fibroz darajasi kilopascalda o'lchanadi. Keyingi ishlash prinsipi o'tadigan bo'lsak, ishlash prinsipini o'zi hozir gapirdim. Tebranish yuboriladi. Qurilma jigar ustiga o'sha xullas jigar ustidan qo'yib signal mexanik impuls, ya'ni tebranishlar yuboriladi. O'sha tebranishlar qancha paytda borib kelyapti, o'zini fibroskan apparatida shunaqa o'zi ya'ni sun'iy intellektlar ham ichiga joylashtirilgan, ma'lum darajada hozirgi yangi chiqayotgan o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishi mumkin. Qattiq o'sha bular masalan qattiqlik hisoblanadi boshida. Agar jigar qattiq fibrozi, ya'ni qattiqligi ko'p bo'ladigan bo'lsa, to'lqin tezroq harakatlanadi. Agar yumshoq bo'lsa, to'lqin sekinroq tarqaladi. O'sha masalan jigar buni qattiqligini hisoblaydigan bo'lsak, o'sha to'lqin yuborganimizdan keyin borib o'sha qaytargan bo'lsa, o'sha qattiq hisoblanadi. Masalan, toshga bitta qanaqadir bir nurda yo bo'lmasa nimani shunga o'xshagan